oilasi yurtimizga tinchlik xotirjamlik bersin. Mana shunaqalarimiz bolalarimizga insof topib bersin. Bolalarni hammasi ham qo'sha qarisin. Birini biridan kam qilmasin, qatordan xato qilmasin. Hammasi ham qo'sha qarib yaxshi kelin kuyovlar qilib murodiga yetsin. Ilohim bolalarimga rahmat, shu tilga olib kelib sanatoriyga yotishlikni nasib qildi. Allohim 70 yoshga kirdim. Endi bir marta dam olishim edi. Bolalarimdan jon sog' bo'lsin. Ilohim har bandagi bolalar rohatini ko'rishlik Alloh nasib qilsin. Sizlarga ham mana men bugun ikkinchi kuni bu sanatoriyaga kelganim. 2 kunda men ancha yaxshi davolandim. Baraka topsin. Hamma xizmat qilayotganlarga ham rahmat, baraka topsin. Allohim qalbimni iymonga to'ldirgin, yuzimni nurga to'ldirgin, uylarimizni quvonchga to'ldirgin. Kunlarimizda xayrli, rizqli, barakotli, solih amallarga to'la qilgin. Har banda qaraganda bolalarni rohatda ko'rib yursin. Ilohim sizni ham tan joningiz sog' bo'lsin. Ilohim har bandani topganini shunaqa yaxshi kunlarga buyursin. Bolalarni rohatda ko'rib, hajlarga, umralarga borish hammamizga nasib qilsin. Allohu akbar. Sizni ham taningiz sog' bo'lsin. Alloh baraka toping. Shu sanatoriyadagi xizmatchilarga ham, doktorlarga ham, ministrlarga ham hammasiga ham rahmat, baraka topsin. Ilohim hammasini ishini rivojini bersin, topganiga Alloh baraka bersin. G'oyibidan haloldan yetkazsin. Allohu akbar. Rahmat, baraka toping.